Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib kelayotgan yurtdoshlar. Mana xudo xolasa Lesa Apolovga tayyorlashda davom etmoqdamiz. Imkon qadar doimiy mijozlarimizga Lesalarni, Apolovkalarni vaqtida chiroyli qilib yetkazib beryapmiz. Bitta akamiz bor edi. Bo'yi 1 metrli Apolovkadan 40 dona, bo'yi 70 li Apolovkadan 60 dona so'radi. Xudo xolasa bo'yi 1 metrli Apolovkasini ertaga bo'lsa chiroyli qilib tugatib, xudo xolasa yetkazib ham beramiz. Bu bo'yi 1 metrli Apolovkalarimiz akalar ham temir qoziqqa ham o'qqa moslashtirilgan. Lislarining qalinligi 2 lik, profillari 4,5-1,7 stenkada. O'q o'tgan joylariga qo'shimcha shaybalardan qo'yganmiz. Qalinligi 3 lik bo'lgan shaybalardan. Beton qo'yganda ichidagi bosimda buni liska ziyoni yetmasligi uchun bunaqa shayba qo'yib ketganmiz. Apolovkamizni usta akalarimiz nihoyatda chiroyli qilib hafsala bilan qilyapti. Apolovkalarimiz hammasi 90 gradusga burchakli qilib kesilib, hamma tomoni svarkada quyilib chiqiladi. Orqa oldi yonboshlari ham bu plankalar akalar stik ushlab turish uchun qo'yganmiz. Usta akalarimiz temir qoziqdan foydalanganda pirklatgani vazifasini bajaradi. Profillar 4,5-1,7 stenkada, lislari 2 li. Bir komplektni bo'yi 1 metrli Apolovkalarimiz 14 milliondan sotyapmiz. Uzunligi 18 metr bo'ladi. Ikkala tomonni hisoblaganda o'q, syomnik, ключ, qo'shimcha lislari bilan 14 million so'm bir komplekt. Bo'yi 70 li Apolovkalarimiz 12 million so'mdan bo'lyapti. Lislarni faqat orqa tomondan emas, ikkala tomondan chiroyli qilib shoshilmay svarkalari qilinyapti. Sonra uzoqroq xizmat qilish uchun bizda sotuvda lesalar ham bor. Kimga Lesa Apolovka kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerimni qo'yib beraman, aloqaga chiqarasizlar. O'sha nomerda Telegram, WhatsApp bor. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani.